6 yoshli bemorni ozib ketish, yurak urib ketishi, vaqti bilan ich ketishi, terlash va qaltirash, buqoq sohasida shishish bilan endokrinologga murojaat qilishgan. Tekshiruvlar davomida bemorda TTGning pastligi, T3 va T4 ning yuqoriligi aniqlangan va bemorga tirazol tavsiya qilingan. Bemor tirazol ichgani fonida buqog'i kattalashgan va TTG oshib ketishi kuzatilgan. TTG 35 bo'lib ketganini ko'rgan shifokor bemorga levotiraksin natriy tavsiya qilgan va levotiraksin natriy fonida bemorning TTGlari yana nolga tushib ketgan, ahvoli og'irlashgan, yurak urib ketishi kuchaygan. Va shundan keyin bemor bizga murojaat qildi. Tekshiruvlar davomida va oldingi tekshiruv natijalari so'rab surish natijasida bemorda hashimototoksikoz kechayotganligi va uni tirotoksikoz fazasida ekanligi aniqlandi va bemorga kuzatuv natijasida hamma dorilarni to'xtatdik va beta blokator noselektiv anaprelin fonida bemorning ahvolini kuzatdik va bemorda bugun qayta ko'rganimizda ahvolni mutlaqo yaxshilanishi, analizlarni ham normaga yaqinlashishi kuzatildi. Bu kezdan asosiy tavsiya bemorlarda tirotoksikoz, hashimototoksikoz sababli yuz beradigan bo'lsa, beta blokatorlarni o'zi yetishi mumkin va tirazol odatda tavsiya qilinmaydi va kutish rejimi, ya'ni kutish va bemorning kuzatuvini o'zi yetishi mumkin. Va asta-sekinlik bilan bemorlar eutiroz yoki gipotiroz fazasiga o'tishadi va o'sha vaqtda davolash kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun